Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, salomatmisiz? Dunyo tashlari bilan charchab qolmayapsizmi? Mana bilasizmi, hozir men yong'oqni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu men uchun juda ham anaqa tabarruk yong'oq, eng oxirgisi. Bu yil yong'og'imiz kamroq qildi. Buni yetiltirgan ona zamin yerga rahmat. Alloh bizga bergan rizqiga shukr. Alloh o'zingga behisob shukr, o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Buni ekkan odam hozir ko'karib chiqdi, bilasizmi? Odina opam hoji onani, Odina opam ham opam ham hoji onalar men uchun. Ularni onalari, joylari jannatdan bo'lsin. Bir dona ko'chatini berib, shu yerlariga ekib qo'ygan deyishgan ekanlar. Mana hozir katta bo'lib, bir katta daraxt bo'lib, yong'oq daraxti bo'lib o'sgan. Bir ham anaqasi yaxshi, joylari jannatdan bo'lsin. Har yeganimda Odina opam bilan Xolmurod akam, ularning onalari ko'zimda oldida turadi. Shu ko'chatni men ekkin yeringa degan anaqalari, gaplari ko'zimda oldida turadi o'zlari bilan. Har bir donasini ushlaganimda, ishonasizmi, sizni ham shunaqa bo'ladimi? Odina opajon, Xolmurod akajon, mana ekkanlaringga rahmat. Onajoningizni joylari jannatdan bo'lsin ilohim. Savoblari rosa tegyapti. Bu eng oxirgisi yong'og'imizda. Bular barglar orasiga yashinib olgan ekan. Mana u tepadan tushganlari, oxirgi qarg'alar yeyapti. Kamroq qilgan o'zi, tepada qolganlari mayli, qarg'ani ham rizqda endi. Shular ham nimadir yeyish kerak-ku. U ham o'shanda ko'proq savob tegadi. Bandasidan ham ko'ra, mana parandalar, hayvonlar yesa-ding, tilsiz jonivorlar yesa savob tegar ekanda. Shuning uchun hozir men qoqqanim ham yo'q, oxirgi qolganlari mana, oxirgi qolganlarda mana ochilmaganlari, tushganlari shular. Eng oxirgisi barglarning orasidan topganlari, mana suv aralashib, ana yomg'irlarda qolgandan keyingisi bu. Bergan ne'matlaringga shukr Allohim, bizni yedirtirganingga shukr. Bu yong'oq tarkibidan bilasizlar-a? Juda ham ko'p moddalar bor, yenglar. Hozir ko'proq qandlardan ham ko'ra, shirinlik, shakar oqqandlardan ham ko'ra, sun'iy anaqa qandlardan ko'ra ularni ham yeyish kerak. Uni vaqt soati bor. Yong'oq yegan yaxshi, qarilarimiz uchun ham tishlari yo'qsa tuyib beringlar, torqon qilib, baraka topinglar, yediringlar. Har bitta bolaga yong'oq yesin, har kuni ham yesin, ikkitadan yesin. O'riga ham quritilgan, o'riga ham yesin, shunga qo'shib yesin, yediringlar, o'zlaring ham yeyglar. Xayrli kun bo'lsin. Mana koreyalik Muhammad qori meni oqtarib chiqyapti allaqachon, kadr tugamasidan turib. Kakkim